Grija bilan aziyat chekkan bemorni ko'rishingiz mumkin. Oldingi holati va keyingi holati. Biz Allohdan qo'rqamiz. Maqsadimiz xalqimizga yordam berish va shu sababli konsultatsiyamizni ham bepul qilib qo'ydik. Bu Yevropa standarti, Amerika, Izrael, Yevropa tan olgan metod bilan sizni davolab beramiz. Bizga aloqaga chiqish uchun pastdagi havola orqali o'ting, bizga Telegram orqali bog'lanasiz. Biz sizga lokatsiyalarda hammasida tashlab beramiz. Rezultatlargacha yana tashlab berishimiz mumkin. Sizga mana isbotlab ko'rsatdik, mana oldingi holat va natijasida ko'rishingiz mumkin. Ko'p insonlar ishonmasligi mumkin, boshqa joylarga borib ovora bo'ladi, vaqtini ketkazadi. Sizga maslahat beramiz, oxirgi metod bilan davolaning va mazza qilib yuring hayotda. Opajon, kelganingizga 10 kun bo'ldi. Shu 10 kun davomida siz oyoqlaringizda og'riq, holsizlik, bellaringizda og'riq, grijalar bezovta qilayotgan edi. Limfatrop blokadalarini oldingiz. Men kelganimda hasad oyoq bilan keldim. Mana hozir mana shu muolajalarni oldim. Mana shu lazer, fizioterapiyalarni oldim. Ishqilib mana Xudoga shukr, Allohimga shukr, yaxshiman. Yurib mana o'zim yurib turibman. Hammangizga tavsiya qilaman. Biz hali Jizzaxda bo'lmagan metodni sizga tavsiya beramiz. Necha yildan beri xalqimiz grija va undagi og'riqlar bilan aziyat chekib kelishyapti. Va ular har xil joylarga murojaat qilib, vaqtlarni, pullarni va har yili qayta ularga kelishlariga sabab bo'lib kelishmoqda. Bu metodning nomi rezorbchi. Ya'ni grijani so'rdirib berish. Bu metoddan keyin siz operatsiyalarga borishingiz ham shart bo'lmay qoladi. Bu metodni Jizzax shahriga olib kelish uchun 2 yil vaqtimiz ketdi. Va bu metoddan davo topib va birinchilardan maza qilib lecheniya olgan inson bilan gaplashib ko'ramiz. Aka keldingiz, birinchi bo'lib yotdingiz, bu apparatura bo'yicha bu metodda lecheniya oldingiz. Qanday o'zgarish bo'ldi? Faqat yurakdan xalqimiz uchun ochiqchasiga aytib bering. Kelganimda o'ta kuchli og'riq bilan keldim. Apparat lechina juda yaxshi ta'sir qildi menga. Og'riqlar почти yo'q desa ham bo'ladi. Video qilishimizda maqsad odamlar har xil, qo'pol qilib aytganda, har xil odamlarga borib, vaqtida pulini sarflab, og'riq bilan qaytib kelishmoqda bizga. Endi esa siz bitta joyga kelib, davo topib ketishingiz mumkin. Biz bilan bog'lanish uchun pastdagi havolaga bosing va siz biz bilan Telegram orqali bog'lanasiz va biz sizga aloqaga chiqamiz. Bemorimizda kelgan paytlarida tizzalarida kuchli og'riq, bel sohasida kuchli og'riq bilan kelgan paytlarida qo'llarida hassa, yurishda ozgina qiynalishlar bor edi. Bemorimizni tekshirib ko'rganimizdan keyin bemorimizga yangi MLS lazer apparatimizni, fizioterapiya muolajalarimizni buyurdik va bemorimizda bir necha marotaba fizioterapiya muolajalarini olganlaridan so'ng ahvollari ancha yaxshilandi. Hassada keluvdim, mana endi behassa ketyapman, hassani tashlab. Xudoya hamma bemorlar kelsin, mana shu yerdan kelib shifo olsin, hammaga sog'lik tilayman. Amaki uyda qon bosimini tushirish uchun, qonni tushirtirish uchun qanaqa tabletkalar ichib turasiz? Trombopol, Lasetti degan. Amakijon, Lasetti emas, Laresta. O'rta miya arteriyasida ishemik tubda o'tkir buzilishi diagnozi bilan o'tkazganlar, kelganimizda bemorning o'ng tomonidan gemopari sindromi kuzatilgan, bemorlar yotoq rejim bilan davolandilar. Mana 10 kun davomida bemorimizning holatlarini kuzatamiz, o'zlaridan so'raymiz. Men shu yerga kelgan paytda Rayhona klinikasida hassa bilan kelgan edim. Og'ir holatda, pastelniy rejimda 10 kun davolashdi. Mana ko'rib turibsizki, hammasi ortda qoldi. Men yurib ketyapman. Sizlarga katta rahmat. Mana men juda ham tetikman, dadilman. Belda grija va tizza og'riqlari bo'yicha kelgandim. Kelganimda ahvolim ancha og'ir edi. Hozirgi kunda shu Rayhon shaxsiyat klinikasining lechinalarida ignali lazer terapiyasi va udar terapiyasida ko'proq fizioterapiya lechinalarida olyapman. Xudoga shukr, kelganimga 4 kun bo'lgan bo'lsa 80% ga og'riqlarim kamaydi. Hozirgi kunda o'zimni yengil, yaxshi his qilyapman. Agarda sizning ham sog'lig'ingizda shunaqa muammolar bo'lsa, Rayhon shaxsiyat klinikasiga kelib davolanishlaringizni tavsiya qilaman. Lazer qo'yish kerak, igna qo'yish kerak. Qayerda og'riyapti? Qarang, hozir qo'l bilan ushlagan joyi bor-ku.
qoldirmasdan unda ko'rish kerak. Spazm boraveradi. Assalomu alaykum, Shohruxxonda yaxshimisiz? Telefon nomeringizni bir tashlang, bir kunduz siz bilan ko'rishgandim, qabulingizda bo'ldim. Rayhon opada yotibman men ham. Siz boyagi maslahatingizdagi bir lazerga tushib yonmashdan urganni natijasi zo'r bo'ldi, lekin yana bir o'zingiz bilan bir ko'rishib gaplashishim kerakda men. Akamiz Rayhon Shohrux klinikasida 4 kundan beri yotibdilar. Doktor Shohrux e'lonlarini Instagram orqali ko'rib, Shohrux akam oldilariga tushibdi va natijani akani o'zlaridan so'raymiz. Taassurotlaringizni yana aytib bering. Men Samarqand viloyati Qo'shrobod tumanidan keldim. Rayhon Shahzod klinikasida yotdim. Doktor Shohruxni Instagram orqali ko'rib qolib, unga murojaat qildim va shu yerda konsultatsiyasini oldim. Bitta muolajada sezdim. O'zim 3-etajda turardim. Zinada chiqishda oyoqlarim og'riyardi. 50% ga kamayganini bittada sezdim buni. Assalomu alaykum yurtdoshlarim. Mana shu Rayhon Shahzod klinikasida davolanib oilaviy kelib turamiz. O'zim aslida O'zbekistonlik Jizzax shahri Sidvada turaman. Hozirgi 13 yil davomida Amerikada yashayman. Qachonki O'zbekistonga kelganda, albatta mana shu klinikada 10 kun kelib davolanib ketamiz. Davolanib ancha o'zimga keldim. Beldagi grijalarim, oyoqdagi tomir kengayishi bo'yicha buyragim, jenskiy tarafda ham, biroz boshimda bosh og'riqlarim, u hammasi mana davleniya deganlari sahrman bor albatta. Ana o'shanga mana shu klinikaga kelib davolanib, dam olib, shifo topib ketganimiz uchun qachonki har yili kelganimizda mana shu klinikaga kelamiz. Alhamdulillah mana shu bir xonada mingdan ming rozimiz. Ertalabki zavtrak, obed, ujin deganda osh-ovqatlari juda ham bizga yetarli, dietический, bizga juda ham ma'qul albatta, mazali, oshpazlariga ham gap yo'q. Hamshiralar mana shunchalik mana davolanadigan xil-xil ukollarimiz, osma ukollarimiz, o'sha bizga nima kerak bo'lgan hamma muolajalarni olyapmiz albatta. Fizioterapiyadagi muomalalari juda ham yaxshi. Endi kimga qandaydir narx-navosi ham yomon emas deb o'ylayman, chunki O'zbekistonda ko'p joylarda davolandik. Toshkentlarda ham ko'rganmiz. Narxiga ham yomon emas, joyiga ham yomon emas. Mana klinika xonalar juda ham sharoitlari yaxshi albatta. Rayhon opam vrach sifatida, glavvrach sifatida, ayol sifatida juda ham ajoyib ayol, bizga ma'qul. Bu meni albatta meni o'zimning fikrim. O'shanga qizlari ham juda ham chaqqon hamshiralari, hamma joydan biz mamnunmiz. O'sha uchun mana bu yil 8-yil kelganimiz, har yili kelamiz. Hozircha er-xotin, keyinchalik qizlarim oilaviy bo'lgan, oilaviy bo'yicha keladi. Mana Toshkentdagi qudalarim ham hatto mana shu joylarga kelishga juda ham xursand bo'lib kelishyapti. Kelmoqchilar yana ham juda ham Amerikadan ko'p insonlarni tavsiya qilganmiz. Albatta shu joylarga kelib shifo topgan. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Kelinglar, menga o'xshab davo topib ketishlaringizga, xursand bo'lishlaringizga, sog'liqlariga, go'zal bo'lishlaringizga shu bir xona yordam beradi deb o'ylayman. Rahmat. Bemorimizda uchoqning nevralgiyasi bilan kelganlar, kuchli og'riq, mana gapira olmaydilar, savollarimga javob bera olmaydilar. Bemorimiz konservativ davolanganlar, 5 yil oldin jarrohlik uslubida uchoqning nevralgiyasidan denervatsiya operatsiyasi o'tkazilgan. Bemor uyimizda sovuq suv ichib qo'yib, yana abastrini bergan, gapira olmaydilar, og'izlarini ham ocha olmaydilar hattoki. Amaki kecha lazer apparat qo'ydik, blokada qildim. Og'riqlaringizni pasaytirish uchun. Mana bugun ikkinchi lazer protsedurasini oldingiz. Kechagidan qanday holatingiz? 1,5 oy bo'ldi, og'zimni ochamay qoldim. Hozir yaxshimroq gapiryapman. 2 kun bo'ldi kelganimga. Hammalarga rahmat. Yaxshi yashang.